Yana bir bor assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hop, biz bugungi kichkinagina video darsligimizda oldingi chiqargan videomizga qarama-qarshi, ya'ni biz endi ism familiyalarni bo'lmaymiz, balki birlashtiramiz. Ya'ni 3 ta yacheykadan bitta yacheykaga olamiz. Kechagi darsligimizda bitta yacheykadan 3 ta yacheykaga olgandik. Hop, bu ham juda ham oson. Endi keling buni formula orqali ko'rsatib beraman endi. Hop, bu juda oson. Hop, tenglik qilamiz va tilimizni inglizcha bo'lsa, ruschaga o'tkazib olamiz. Formulamiz shunday chiqish oson bo'ladi. Hop, mana sepit formulasi kerak bo'ladi bizga. Qavsga e'tibor beramiz. Qavsdan keyin kerakli yacheykamizni tanlaymiz va nuqtali virgul qo'yamiz. Qaytib inglizchaga o'tib olishim kerak ekan. Hop, mana nuqtali virgul qo'ydik. Hop, ikkinchi yacheykamiz nuqtali virgul va uchinchi yacheykamiz va nuqtali virgul bilan yopamiz. Enter. Hop, mana ko'rib turibsizlar, uchala yacheykamiz birlashdi. Lekin bu oxiriga yetdi degani emas, chunki buni biz alohida qilib chiqishimiz kerak. Hop, buning uchun formulamizni yana ustiga bosamiz va nuqtali virgulimizdan keyin qo'sh tirnoq ochamiz, probel, qo'sh tirnoqni yopamiz va yana nuqtali virgul. Hop, keyingi oralig'imizga ham xuddi shunday. Qo'sh tirnoq ochamiz, probel, qo'sh tirnoqni yopamiz va nuqtali virgul. Enter. Mana ko'rib turibsiz, oralig'imiz ochilgan. Hop, shuni pastga tortamiz. Mana ko'rib turibsizki, endi yacheykalarimiz birlashdi. Bu endi formula bilan turibdi, mana tepada e'tibor berasizlar. Hop, buni boshqa katakka endi olib qo'ysakchi. Formuladan uzib qo'yishimiz kerak, chunki biz bu yerdagi ma'lumotlarni o'chirsak, bu o'chib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerdan Ctrl C orqali boshqa yacheykaga olamiz va Ctrl tugmani bosamiz. Endi biz bu yerdagi ma'lumotlar bizga kerak emas. Bu ham sizlarga bitta tayyor darslik. Mana ko'rib turibsiz, bu oddiy ism bo'ldi. Hech qanday formula yo'q. Mana bu yerdan e'tibor bersalaring. Mana hozir ortga qaytib yana bir ko'rsataman. Mana bu yerdagi formula bilan turibdi. Bu yerdagi danimiz esa, kechirasizlar. Hop, bu yerdagi danimiz esa hech qanday formula emas. Hop, shunchaki oddiygina ism familiya bo'ldi xolos. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Shu Excel borasida yoki boshqa dasturlar bo'yicha qandaydir shunaqa video qo'llanmalar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysalaring, qo'ldan kelgancha sizlarga tayyor video darslikchalar qilib kanalimizga qo'yib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.